Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kunimiz hamma xonadonga tinchlik, totuvlik, baxt, saodat keltirsin. Bugun 10 dekabr 2025-yil. Qashqadaryo viloyati Nishon tuman Janub Mashalli fuqarolar yig'inidan Tilla Ko'chiboyev bo'laman. Yoshim 73 ta. Men Qashqadaryo viloyati Janub gaz mashalli boshqarmasi boshlig'iga va Nishon tumani gaz tashkiloti boshqarmasiga hamda Janub mashalli fuqarolar yig'ini raisi va boshqa viloyatdagi mahalla raislariga va aholini so'ltirgan gaz bilan ta'minlash bo'yicha murojaat qilmoqchiman. Hurmatli rahbarlar, aholiga gaz ballonlari 50-55 kunda tarqatilmoqda. Bizning mahallamizda, hamma mahallada ham shu ahvol bo'lsa kerak. Ba'zi mahallalarda 2 oyda ham keltirilmaydi deb eshityapman. Vaholanki yozda 45-50 kunda, qishda 30-35 kunda yetkazib berilishi kerak gaz balloni aholiga. Sizlar yozda ham, qishda ham bir xil normada 50-55 kunda gaz ballonlarini yig'ishtirib olib ketyapsizlar. Masalan, Janub mashalli mahalla fuqarolar yig'ini Yulduz qishlog'idan aholidan gaz balloni 21-22 oktyabr 25-yilda yig'ishtirib olingan edi. Mana 50 kun deganda, ya'ni 10 dekabr bugun yig'ishtirib olindi. To'ldirib keltirib tarqatilgan gaz aholi gaz 15-20 kunga yetyapti. Qolgan 30-35 kun aholi o'tin yoki o'zlari gaz ballonlarini to'ldirib kelib foydalanishmoqda. Agar aholi uchun belgilangan gaz ballonidan foydalanish normasi yoz va qish mavsumida 40-50 kun bo'ladigan bo'lsa, unda vazirlar tomonidan chiqarilgan qaror yoki buyruq bilan aholini tanishtiringlar. Agar bunday qaror bo'lmasa, aholini aldamasdan o'z ishlaringga javobgarlik bilan yondashinglar. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, siz rahbarlar xalq xizmatkori sizlar. Chunki xalqni to'lagan solig'i hisobidan oylik olib, bola chaqa boqasizlar. E'tiborlaring uchun rahmat.